Yalmog'iz, san choylaring shunaqa zo'r boru san qanaqa bularni qilasan? Nu shunaqa qilib kompot. Man qarang o'zi bitta katta qozonda qaynatib qo'yganman. Yalmog'iz o'zi hamma o'zini ishida yaxshi boru san choylar yaxshi damlaysan. Men esa har xil joylarda yasha oliyman, chiroyli uylar qura oliyman. Har xil joylarda yashay olaman desam, bu qayerda oxirgi marta yashagansan? Voy, man qayoqlarda yashamaganman boru, даже burgerdayam yashaganman, mashinaning ichidayam yashaganman, voy har xil joyda yashaganman. Bu hammasi judayam oson. Qanaqasiga oson bo'ladi bular? Judayam qiyin bo'lgan. San qayerda yashagansan? Man o'rmonda yashaganman. O'rmonda judayam oson. Men u yerda necha million marta bo'lganman. Lekin man bitta joyda yashaganman. U yerda hech kim hech joy yashamagan. Qanaqa joy ekan? Yo'q, men o'zi har xil joylarda yashaganman-da. U joyni man o'zim yasaganman. U sehrlangan u joy. Nima? Sehrlangan joy deysanmi? Qanaqa bo'ladi? Sen mana bu qozonni ko'rolsanmi? Mana shunday ichida sehrlangan joy bor. Tushunmadim, u qanaqa bo'ladi endi? Nima, u yoqda mushuk uchib yuradimi? Yo'q. U yoqda mushuklar uchib yurmaydi. U yoqda katta daryo bor. U yoqda endi nima qilish kerak? U yoqda kichkinagina o'rmon bor. U yoqda oddiy yashash kerak. Bo'ldimi? Men qanaqadir katta monster yutish kerakmi deb o'ylayapman. Oddiy yashash kerak ekan. Bo'ldi, men bemalol qila olmayman. Kompotga spor o'ynaymiz. Agar sen u yoqda yashamasang, man senga 5 ta stak fioletoviy izumrudlar beraman. Fioletoviy izumrud deysanmi? Menga yoqadi shunaqa izumrudlar. Unda sen mana nechki? Sen o'sha sehrlangan joyga borasan. Mani shartim, sen u yoqda portal qurishing kerak. U oddiy portalga o'xshaydi. Sen yana o'sha yerga 3 ta kerakli artefaktni otishing kerak. O'sha yerda bekitib qo'yilgan. Agar sen hamma ishlarni qilsang, mayli sen yutding, men senga beraman o'sha izumrudlarni. Judayam oson bo'ldi. Hozir men aytaman-da, borib o'sha yerga boraman. Lekin to'g'risini aytsam, ozgina qo'rqyapman-da. Kapot. Bo'ldimi, yutqazdingmi? Men aytganingni bunaqa kimotabin deb. Bo'lmagan gap, men yutqazganim yo'q. Bo'ldi, men hozir ichaman, o'sha yerga boraman. Davay, tak qanicha. Oho! Voy, dalle, nima bu? Nimaga men u bilan spor o'ynadim a? Voy dalli, qaranglar, u meni rostdan ham shu yopib kelib qo'yibdi. Obbo, endi nima qilamanmi? Yoki men bu yerdan suzib keta olarmikinman a? Nima deb o'ylaysizlar? Mayli, qani ichib kelinglar. Tak, bundoq qilamiz. Voy dalli, voy. Voy, tezroq suvga. Voy, suzib keta olmas ekanman. Ko'rdinglarmi, srazu jonim ham ketib qoldi-yu. Bu yoqdan suzib ketsa bo'lmas ekan unda. Nima qilsam ekan unda? Endi shunaqa qilishim kerakmi, portal qilib? Menimcha endi meni aldamagan bo'lsa kerak-yu, to'g'rimi? U yomon emas-u, lekin mana buni qaranglar, yomon jonimni ketqizib yubordi. Suzib ketolmas ekanman 100%. Xo'p, mayli. Unda ish tezroq boshlash kerak. Birinchi bo'lib men daraxtni o'zimga olishim kerak, to'g'rimi? Har doim qayoqqa bormasam ham, nima qilmasam ham birinchi bo'lib daraxt olish kerak, chunki daraxt eng kerakli narsa. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Endi mana shu daraxtni olish kerak. Qayoqda bo'lmasam ham, mana bunaqa sehrlangan joyda bo'lmasam ham har doim daraxt olish kerak. Lekin men bu yerda hammasini oldim boru. Tak, mayli. Unda hozir bundan o'zimizga doska qilamiz-da. Hop, endi keyin verstak qilamiz. Ana bo'ldi, birinchi ish ham qilib bo'ldim. Eng kerakli narsa bu verstak edi o'zi. Hop, endi o'zimga lopata qilishim kerak. Tayyorda mana bunaqa lopata qilamiz. Yana o'zimizga kirka ham qilib olish kerak. Tak, endi pastga qazib ketirishimiz kerak. Ketdi, endi mana shu yerdan narsalar qidirishni boshlaymiz. Yana men aytgancha bemalol ko'p suv ham icha olmayman. Suv ichamiz. Lekin har doim emas, chunki videoning oxirigacha men suv ichib o'tmayman, to'g'rimi? Tag'in men qazib fioletoviy joyga tushib ketmaymanmi? Men o'sha toshni ham topib oldim. Kerakli narsani topib oldim уже. Hop, endi mana shu toshlarni olib ketdi endi o'zimizga. Mana shu toshli narsa qilib olaylik.
daraxtlik bilan ham charchab ketdim o'zi yaqinda ozgina yurdimu. Tak, mayli endi ishimiz tezroq bo'ladi qaranglar. Uy, qaranglar. Men уже o'zimga uglam topib oldim. Yaxshi boshlanyapti. Endi o'zimga tezroq almazlar ham olsam judayam zo'r bo'lardi. Tak, endi mana shuncha ugl yetadi degan deb o'ylayman. Ani железо topib olsam, железоni mana shu bilan eritish kerak, to'g'rimi? Aytgancha qaranglar, agar mana shu suv bilan mana buni birga qilsa nima bo'lar ekan? Miyamga bitta zo'r ideya keldi lekin boru. Tak, qanicha. Voy bolalar, men to'g'ri o'ylayapman. Qaranglar, obsidian bo'ldi. Tak, kelinglar mana tezroq yapamiz. Tak, bo'laqa. Vo, qaranglar, obsidian tayyor. Ura! Endi o'zimga almasni kirka olish kerak mana shuni qazishga. Mayli, уже obsidian tayyor. Tak. Bizda mana fioletoviy narsa bilan suvni qo'shib, mana bunaqa obsidian qoldi. Endi bizga almazni kirka kerak. Endi almazni kirka bilan bu sinsin tag'in keyin izumrud qilish kerak bo'ladi. Men batchiq bilan qayerdan uni topaman. Mayli, ketdi endi pastroqga. Men endi o'zimga железо topib olishim kerak. Mana shunaqa pastga sekin-sekin ketaveramiz. Tezroq topib olsam yaxshi bo'lardi-da. Borib ishim ham tezroq bo'lardi. Qaranglar, men o'z birinchisini topib bo'ldim. Mana shu ko'pmikin-da, qaranglar. Bu yoqda ko'p ekan, lekin qaranglar, как раз o'zimga kirka bilan lopata ham qilib olarkanman. Tak. Birinchi bo'lib o'zimizga pechka qilamiz. Endi pechkani bu yoqqa qo'yib, tak, bu yoqqa железо bilan uglni qo'yib qo'yamiz. Tak, men ungacha ham pastga borib qazib turaveraman. Kerakli narsalarni topib olsamchi balki. Hop, ketdi, qaziyveramiz pastga. Tushunmadim. To'xtanglar, nima bu? Bu doskami? Doska nima qilyapti bu yoqda? Mayli, kelinglar, qanicha men kesib ko'ray. Olib tashlaylikchi. To'xtanglar, tushunmadim. Bu yoqda qanaqadir xona bor ekan, bor pastga tushish kerak. Lekin men bu yoqqa qilichsiz bormayman. Ketdi unda. O'zimga lopatani o'rniga endi qilich qilib olarkanman. Lekin yalmog'iz bu yoqda hech qanaqa odamlar bo'lmaydi degandi, lekin baribir unga ishongim kelmayapti. O'zimga qilich qilib olganim yaxshiroq, o'zimni xavfsizligim uchun. Tak, birinchi bo'lib o'zimga kirka qilib olaman. Tak, ana bo'ldi, kirka tayyor. Ana endi esa yana bittasini olamiz-da. Tak, o'zimizga qilich qilib olaman. Ana bo'ldi, qilichim ham tayyor. Endi pastga tushirsam ham bo'ladida. Tak, ketdimi? Tak, pastga tushamiz. Ana bo'ldi. Tak, 1 2 3. Ana kim bor bu yoqda? To'xtanglar, bu yoqda lekin hech kim yo'q ekan. Qayoq bu yoq? Ajoyib narsalar bor ekan mana bu yerda. Qaranglar. Bu yoq qanaqadir endi vedьмani, yalmog'izni xonasimi endi bu? Tushunmadim, nima qilishim kerak men endi bu yoqda? Mana bu yerda oddiy suv bor ekan, mana bu yerda qanaqadir kitobmi? Mana bu shapkani qaranglar, yalmog'iz shapkasi-yu. Qani kiyib ko'raychi. Ne bu kelmayapti? Men yalmog'iz bo'lishim kerakmi? Mayli, yalmog'iz bo'lish kerak ekan. Buni chetga qo'yib qo'yamiz. Unda bu bizga kerak emas ekan. Yana nimalar bor ekan bu yoqda? Mana qanaqadir kitoblar bor ekan. Men buni lekin o'qolmayman, boru qanaqadir zaklinaниялар deb bu yoqda. Yana nimalar bor? Shkaflarning ichida nima bor ekan? Hech nima yo'q ekan. Bu nima bu? Ana vedьма aytgan kerakli narsalarmi bu endi? Menimcha lekin bu unaqa narsa deb o'ylamayman, chunki yalmog'iz 3 ta degandi. Mana bu yerda suvli bor ekan, kelinglar bilan olamiz. Bular bizga kerak bo'ladi. Tak, bularni olamiz. Hop, mana bu yerda zeliyalar bo'yicha nima ekan? Mana ajoyib narsaga o'xshayapti. Kelinglar ichib ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Hech nima bo'lmadi. Mana taymer tugasa nima bo'lar ekan, nima deb o'ylaysizlar? Tak, mayli, ungacha men buni olaman. Obbo, men buni o'chirib qo'ydim-ku. Mayli, buni o'zim bilan olaman, lekin bizilib ketdi. Bori, mayli, tepada yasab olarman keyin. Hop, o'sha 9 sekund, 8 sekund qolibdi. Mayli, nima bo'larkan keyin. Tak, mana buni ham olamiz. 3 2 1. Hop, nima bo'ldi? Qanicha? Tushunmadim. Nima? Hech nima bo'lmadi. Hop, mayli, mana bu nimalar bor ekan? Yo'q, buni ichish kerak emas ekan. Bu-chi? Yo'q, buni ham ichish kerak emas ekan. Hop, buni ichib ko'ramiz. Bu nima ekan? Bu ajoyib narsaga o'xshayapti, lekin buni bitta tatib ko'rish kerak. Mayli, qanicha baribir qiziqishim bo'lyapti deb borib ichib ko'ramiz. Baribir hech nima bo'lmadi. Mayli, o'z bu yoqda nimadir bo'ladimi? Tak, mayli. Endi ketdi, endi narsalarni qidiramiz. Bularni boshqa ichmay qolamiz. Agar yalmog'iz sehrlangan narsa bo'lsa bular, mayli, ketdi. Almazlarni qidirish kerak. Borib menga tezroq almazlar kerak. Ketdi, endi mana shu pastga qaziyveramiz. Tezroq almazlar topsam, ura! Almaz topib oldim, qaranglar. Yaxshiyam tegimga qazimanman boru. O'lib qolardim unda. Shu bilan keyin video tugardi, mayli.
Hop, mayli ketdi unda mana bu almazlarni ham o'zimiz bilan olamiz, bundoq qilamiz de. Ana bo'ldi, almazlarni ovoramiz, ketdi endi mana shu to'g'rimga qaziyman. Pastga qazmagan, shu qo'rqib qoldim lekin. Hop, manda уже ikkita almaz bo'ldi, lekin yetmaydi bu bizaga. Ketdi endi shunaqa qaziyveramiz. Ura, yana almasni topib oldim. Almas topib oldim. Mahmudda yana bor ekan. Zo'r. Yana bor ekan. Manda уже 5 ta almas bor. Voy, voy, ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak ekan. Mayli, ketdi endi chiqaveramiz. Tak, endi mana shu tepaga chiqib olish kerak edi. Tepaga qaziyaveramiz endi. Mana tepalarni ham qaraylik, shoda nimadirlar bormikan. Tak, ketamiz shunaqasiga. Mana tilla bor ekan. Baribir ovuraman, balki kerakli bo'lib qolar bular ham. O'zim bilan ovovuraman. Ketdi endi tepaga qazib, tepaga chiqamiz. Tezroq ham almazli kirka qolsam o'zimga, tak, tezroq ketdi. Ana bo'ldi. Endi o'zimga almazli kirka qolsam bo'ldi. Tayyor. Almazli kirka ham tayyor. Endi borib mana obsidianni ham ovursam bo'ladi, lekin ehtiyot bo'lish kerak bu yoqda boru. Tak, tushib ketmasam bo'ldi. Ham tushib ketish kerak emas. Tak, olamiz. Voy. Obbo, tushib ketdi-yu bu. Mayli, menda bitta zo'r ideya bor. Mana buni bundoq qilamiz-da. Endi qaranglar, hozir otganimda bu tushib ketmaydi, chunki men mana bundan qaziyman-da. Oyan olsam srazi tagida yana obsidian paydo bo'lib qoladi. Bu tushib ketmaydi, hozir ko'rasizlar mana. Tak, qaziymiz, olamiz, valoqo. Ana bo'ldi, ko'rasizlarmi? Tagida paydo bo'lib qoldi. Endi menga shunaqa obsidiandan 13 ta kerak, yana men portal qurishga. Mayli. Hozir tez hammasini qilib olamiz, tezroq. Ura, mana o'sha hamma 14 tasini ham oldim. O'zi lekin borumda o'ylab qarasam, men bularni olmasam ham bo'lardi. Borum Hamidga bundoq qilib, mayli, hech nima qilmaydi. Mayli, mana shular bilan baribir ko'p qolmaydi, to'g'ri. Ozgina vaqtim ketibdi, hech nima qilmaydi. Tak, endi Hamidga quramiz buni. Bundoq tepaga chiqamiz. Ana bo'ldi. Bundoq quramiz. Ana bo'ldi, tayyor. Tak, endi bundoq qilamiz. Tayyor. Endi buni men nima bilan yoqsam ekan? Mayli, endi men o'zimga artefaktlarni ham qidirishim kerak boru. Lekin men nimagadir o'ylayapman, mana shu artefaktlarni yalmog'iz o'zini xonasini oldiga qurib qo'yganda bo'ylab, voy, tezroq. Yaxshi, men suvni olman, kerak bo'lib qoldi baribir, hayotimni qutqardi. Tak, mayli, men bilan qaziylikchi mana shu yerda bo'lsa kerak, mana shu yonlarida. Tak, pastida bo'lsa kerak yoki tak, pastga qaziymiz ham, yonlardan mayli, hamma yoqni qaziyveraman, topsam bo'ldi. Lekin unaqa emas ekanda, boru menimcha topolmayapman nimagadir. Mayli, hech nima qilmaydi, mana shu yerdan topib olarman baribir, to'g'rimi? Tak, menga tezroq artefakt kerak, qatta sanali. Oppa, qaranglar, men nimadir topib oldim. To'xtanglar-chi. Yo'q, bu sandiq ekan, qaranglar. Ichida nima bor ekan? Artefaktlar shuni ichidami ekan? Tak, ketdi, ochamiz. Davay, qani-chi. Men ularni topdim. Ura! Ana bo'ldi, endi mana shularni o'zimga olsam, ketdi endi portal oldiga tezroq borsam bo'ldi. Men hozir o'tdimmi endi, topdimmi mana shu 3 dan, to'g'rimi? Portalni ham qurib bo'lganman. Tak, mayli, borib tekshirib ko'rish kerak. Tak, bu yoqqa ham kelib oldim. Endi 3 ta narsani shu yoqqa otish kerak. Tak, ana bo'ldi. Portal tayyor. To'xtanglar. Dali, hozir nima bo'ldi? Ko'rdinglarmi sizlar ham? Mana shu portaldan keyin chaqmoq urdi-da, hamma narsalar yo'q qoldi. Уже portal ham tayyor. Men ichkariga mashitga sakrasam bo'ldimi? Men yutdimmi? Hamma ishlarni ham qilib bo'ldimi, to'g'rimi? Menimcha уже yutdim, yalmog'iz hech kim o'tolmaydi degandim. Mayli, ketdik, qani ichkiga kirib ko'ramiz. Tak, yalmog'iz, men o'tdim, qara, men keldim уже. Voy kapot, qanaqa qilib o'tding? Uni hech kim qilolmagandi-yu. Oddiy qildim. U yoqda lekin judayam chiroyli bo'lgan ekan, boru hamma yoq ham fioletoviy bo'lgan ekan. Lekin men senga bitta narsa aytaman. Yalmog'iz, meni fioletoviy izumrudlarim qani? Mayli kapot, sen yutding. Hozir men senga ularni beraman. Davay, faqat tezroq. Men o'tolmaydigan hech nima yo'q. Bolalar, bugun lekin judayam qiziq kun bo'ldi. Borib ham yalmog'iz hech kim o'tolmaydi degandim, men esa o'tdim. Agar sizlarga mana shu yangi videom yoqqan bo'lsa, hammanglarni like kutib qolaman. Hammanglarni keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.